Assalomu alaykum aziz kitobsevar bolajonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Abdusattor Sodiqovning Turnalar qaytgan kun kitobidir. Mazkur kitobda o'zbek bolalar adabiyotining turli yillarda yaratilgan eng sara namunalari o'rin olgan. Har bir asar kelajagimiz bunyodkorlari bo'lgan yoshlarni, xususan bolalar va o'smirlarni vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ona tabiatni sevish va asrab-avaylash, do'stlik, mehr-oqibat, qadimiy va boy tariximizga hurmat, milliy qadriyatlarga ehtirom ruhida tarbiyalaydi. Aziz bolajonlar, ushbu kitobni sizlarga o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.